qarzdor odam safarga chiqadigan bo'lsa, ayniqsa mana muborak haj, umra safarlariga o'xshagan safarlarga, qarzdor odam bunaqa safarga chiqishi mumkin emas. Oldin qarzini uzish kerak. Yoki qarzini muddati bor. Kimdan qarz bo'lsa, o'sha odamdan ruxsat olish kerak ekan borib. Mana ko'ryapsizmi? Dinimiz shunaqa bir din. Hammani haq huquqini muhofaza qiladigan din. Mana ba'zi bir qarzdorlar qochib chiqib ketadi-ku xorijlarga. Yillar davomida kelmay yuradi. Odamlardan yoki davlatdan yoki aytaylik qaysi bir jamiyatdan qarz bor, katta-katta qarzi. Agar mana shu qarzni uzish niyatida chiqadigan bo'lsa, yoki qarzini muddati bo'ladigan bo'lsa, borib o'sha qarz bergan odamdan ruxsat olib unga ma'lum qilib qo'yish kerak ekan. Birodar, men sizdan shuncha qarzim bor. Men safarga chiqib ketyapman. Ruxsat bersang shu safarga borib kelaman. Yoki sizni qarzingizni uzishlik uchun o'sha joyga tirikchilikka ketyapman. Niyatim qarzingizni uzish. Mayli borib kelavering, berasizda deb ruxsat bersa, safarga chiqish mumkin ekan. Yo, nima qilasiz? Oldin qarzingizni bermaysizmi? Nima qilasiz safarga desa, bora olmas ekansiz. Mana musulmonchilik mana shu.